Assalomu alaykum. Men Baxtiyorova Mubina. Fevral oyida o'tkazilgan ona tili va adabiyot milliy sertifikat imtihonida 100% natija oldim. Bugun sizlarga shu haqida qisqacha aytib beraman. Men Samar Edu o'quv markazini tanladim va tanlovim to'g'ri bo'lib chiqdi. Bu yerda eng yoqqan tomoni darslar tizimli o'tilardi. Har bir dars alohida tushuntirib beriladi va har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratiladi. Natijalar chiqqan kun juda ham hayajonli bo'ldi. 100% natijani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bu nafaqat mening, balki ota-onam, Samar Edu jamoasi mehnati samarasi. Agar siz ham men kabi mana shunday natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri tayyorgarlik va yaxshi ustozlardan tashkil topgan Samar Edu o'quv markaziga tashrif buyuring. Eng muhimi intizomli ta'lim, aniq natija.